Akalar, bugun sizlarga Armada Motors'ni asosiy bazasidan skuter narxlari bilan tanishtirib o'taman. Bundan oldin videoga like bosib, obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, skuterni hamma ma'lumotlarini berib o'taman, narxlari bilan berib o'taman. Akalar, bu yerda hozir skuterlarimizni pashti yarmi bor. Qolganlari bilan tanishtirib o'taman. Akalar, birinchisi mana Samurai 6 ta 20 lik akkumulyator tushadi. Xo'p, maksimal tezligi 60 ga chiqadi. Bitta zaryadkada 70-75 km masofani bosib o'tadi akalar. Narxi keladigan bo'lsak, $800 qilib beramiz akalar. Oldi orqa tormozlari jidkisli bo'ladi. $800 ga shuni olsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi modelimiz Tesla 1.5 ming wattli motorda. Xo'p, maksimal tezligi 60, bitta zaryadkada, bu ham 20 likdan 6 ta tushadigan bo'lsa 70 km yuradi. Agar 32 lik qo'yaman desanglar 100 kilometrgacha bemalol yurib beradi. Narxi keladigan bo'lsak, $550 qilib beramiz akalar. Buni ham oldi va orqa tormozlari jidkisli bo'ladi. Orqasida sondig'i bo'ladi. Sidran tagida ham sondig'i bor. 3 ta skorosti, parkovka, signal, fara, hamma narsasi bor. Bakovoylari ham bor. Tabloda kilometr, tezlik, zaryadka hammasini ko'rsatib turadi. Masofadan boshqarish uchun pultlari ham bor akalar. $550 ga olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, yangi kelgan Mikko skuter akalar. Buni 50 kilometrdan 200 kilometrgacha qilib beramiz. Buni bundan oldingi videoda ham aytib o'tganmiz. Bu qora rangi, orqasida joylari bor, orqasida alohida yashigi ham bor akalar. Buni shu 50 kilometrdan 200 kilometrgacha qilib beramiz. Eng tezi 78 ga chiqadi akalar. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham komfortli, yumshoq ishlangan. Tormozlari oldida, qo'lda ham bo'ladi, oyoqda ham bo'ladi akalar. Mana oldini ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi modelimiz Mini Muravi akalar. Bu 400 kilogacha bemalol yuk oladi. Mana joylari ham ancha chuqur, orqasida mana ikkita odam bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Ikki tarafida eshiklari bor. Xo'p, buni ham kilometrini 50 kilometrdan 200 kilometrgacha qilib beramiz. Masofadan boshqarish uchun pultlari bor. Pultni ko'rsanglar bo'ladi. Kobaltni pulti bilan bir xil. Tablosi elektronik bo'ladi. Xullas, kilometr, zaryadka, tezlik hamma narsasini ko'rsatib turadi. Old tormozlari jidkisli bo'ladi akalar. Mana balon razmerlari ko'rsanglar bo'ladi. 400 ga 10. Ancha baquvvat, Cherokee. Mana oldida ikkita tumanlisi bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Narxini $800 qilib beramiz akalar. Buni kolonka magnitofonlari ham bor. Bemalol musiqa eshitib ketsanglar bo'ladi. Panjirli skorosti ham bor, podyomga rushnolari. $800 ga olib ketsanglar bo'ladi. Tezligi 50 ga chiqadi. Xo'p, keyingi modelimiz Zemma. Zemmani Restani varianti, chunki oldi tormozlari jidkisli bo'ladi. NFC kartalari ham bor. Mana telefon pastavka, tabloda tezlik, kilometr hamma narsani ko'rsatib turadi. Orqasida sondolari ham bor. Xo'p, buni narxini $280 qilib beramiz akalar. Mana tagi ancha ko'tarilgan yerdan oyoq qo'ygani podnoshkalari bor. $280 ga olib ketsanglar bo'ladi. Keyingi modelimiz yosh kattalar uchun mo'ljallangan sport varianti. Mana bu yerda bitta odam o'tiradi, oldida detskiy zidinasi bor. Bu yoqdan bitta odam o'tirsa bo'ladi. Buni orqaga qilib turib, orqada ham bemalol odam o'tirib ketsa bo'ladi. Juda ham yumshoq ishlangan mana amortizatorlari. Buni ham kolonka magnitofonlari bor, oldiga orqaga yuradi. 3 ta skorosti, elektronik tablo, telefon pastavka, hamma narsasi bor. Tormozlari qo'lda ham, oyoqda ham bo'ladi. Narxi $600 akalar. Buni ham $600 ga olib ketsanglar bo'ladi. Bunisi xuddi shuni tomli varianti. Buni $700 ga olib ketsanglar bo'ladi. Ikkalasini motor hajmlari bir xil ishlangan. $700 ga buni olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, keyingi modelimiz Hero Pro. Orqada 2 kishi bemalol o'tiradi. Tagida joylari ham bor. Mana tablosini ko'ringlar. Ancha katta elektronik tablo. Bunda ham hamma funksiyani ko'rsatib turadi. Tezlik, kilometr, zaryadka, skorost, dvornilar ham ishlaydi akalar. Mana yomg'irli kunlarda telefoningizdan zaryadka qilib ketsanglar ham bo'ladi. Masofadan boshqarish uchun pultlari ham bor. Xo'p, tormozlari oyoqda ham, qo'lda ham bo'ladi. Avarinkalari ham bor, dalniy bilishli, signal, plus hamma narsasi bor akalar. Har xil ranglari bor. Narxi $1000. $1000 ning ichida akalar
atroflarini ham polni yopib beramiz. Qo'shib beramiz akalar, yozni bemalol olib qo'yib, qishda yana yopib ishlatsanglar bo'ladi. $1000 ga xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Xo'p. Xuddi shunaqa qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar akalar, xudo xolasa. Yana yangi kelgan mahsulotlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu tarafda kaskalarimiz ham bor, mana har xil assortimentdagi. Ularni ham xarid qilsanglar bo'ladi akalar. Xullas, aytib o'tgan skuterlarim Armada Motors'ning hamma filiallaridan xarid qilsanglar bo'ladi. Yana bitta narsa, bu skuterlarni faqat naqd pulga emas, bo'lib to'lashga ham olsanglar bo'ladi akalar. Batafsil ma'lumot olish uchun shu raqamlarga telefon qilinglar.